300 mingta bo'ldik, 300 mingta bo'ldik. Xullas 31-mayda boshlangan, 31-avgust bugun rovna 3 oyda 300 mingta bo'ldik. Nima o'zgarish bo'ldi? Hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Odamlar gap tugab qoladi dedi, mavzu tugab qoladi dedi. Yo'q, men sizlarga eksklyuziv mavzu topib kelganman. Mana ularni bilasizlar, bilmayman bu mevami, sabzavotmi, qanaqa bu poliz ekinimi. Xullas mehmondorchilar qo'yishadi, tog' pistami, handon pistami deydi. Bularning ichida manaqa jamiyatimizga kerak emas, ochilmaydiganlari bor. Mavzu shu haqida. Nimaga buni mehmondorchilikka qo'yasizlar? Kim mendaka tishi bor odamlarni o'ylashni boshlaydi. Hech qancha mehmondorchilikni ko'rmaganman, bularni chaqish uchun alohida apparat qo'yib qo'yganlar. Demaysizlar, buni chaqishimni xohlamaysizlar, to'g'rimi? Bu choy olib kelib yeyla bermaslik bilan bir xil. Ovqat olib kelib qo'shib bermaslik bilan bir xil. Undan ko'ra mana shunaqalarni alohida qilib qo'yib, to'plab chiqib ketayotganimda salapanga solib beringlar, men uyimga kelib g'isht bilan tosh tarasiga olib chaqib yeydi, to'g'risi men yaxshi ko'raman buni. Yana nima qilsak bo'ladi? Xullas tugash kerak yana 15 sekund. Kelinglar nomsiz barmoqqa nom qo'yamiz. Shu ham zo'r. Aya shapkamni kiyib oldim.